Akalarim, sutimni so'raganlarga chempionlardan keldim men. Iliklarga bitta e'tibor berasizlar mana. Polonidan boqaman degan aka-ukalar ekranga yaxshiroq o'tirib olinglar. Bugungi narxlar 2024-yildagi narxlar bo'ladi. 2025-yili, 2024-yildagi narxlar. Narxlar o'ta arzon. Aloqaga chiqaverasizlar akalarim. Chempionlardan kelgan mana shunaqa baqlatlardan mana turishini qaranglar akalarim. Mana akalarim, yugurib yurgandan olaman deganlar aloqaga chiqib. Sutimni so'raganlarga mana chempionlardan yetib keldi mana. Sutimni so'raganlar qani mana ko'rsa. Mana. Zo'ridan ketdi-ku mana. Baqlatidan so'raganlarga ekanda bu. Bularni qanaqa qilib sotamiz? Bularni tart sotamiz. Shu opoqimga ham bitta like mana. So'rayatuvdinglar mana opoqimni. Assalomu alaykum Samandar Ruz obunachilari. Juda ko'pchilik mendan sutimni buzoq so'rayatuvdi. Ma'lum bola tashab qo'ydi, ma'lum bolasi bo'lmay qo'yildi deb. Mana akalarim, sizlar uchun maxsus chempionlardan mana 60-70 kilo tug'ilgan buzoqlardan olib kelib qo'yganmiz. 50 ta, 40 ta sut berayotgan sigirni bolalari mana. Baqvatlardan olib kelib qo'ydik akalarim. Like'larni bosib tursanglar, har doimgidek narx sindirish bo'yicha chempionmiz akalarim. Narxlarni akalarim yer bilan bitta qilamiz. 2024-yildagi o'tganligi narxlarni qo'yamiz akalarim mana. Xo'p, bugun 2025-yil 6-may haftani seshanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. Bizni videolarni shunchaki ko'rmaysizlar, 200 ming so'm pul yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga kirib o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. O'tgan safargi g'olibimiz qora qiz. Aloqaga chiqsa 200 ming pulni tashab beramiz. Hozir bugunga 2 ta g'onajin, 3 ta buqacha, jami 5 ta buzoqchamiz bor. Mana sutimni mana 2 ta g'onajinni mana. Mana tonni yemga o'tgan bular, kepak, sut yo'q akalarim mana shu ikkitasini olib boqosa bo'laveradi. 4 ta Daniya, bitta simental gibrid. Mana simentalli bo'lasa mana o'zi o'xshab turibdi mana. Mana 4 tasi Daniya akalarim mana. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa simentalga damini beradigan buqachalar mashula bo'ladi akalarim mana. Buzoqchaning orqasi mana. Hop, 20 kunlik, 15 kunlik, mana 10 kunlik mana buzoqchamiz mana. Iliklarni ko'ringlar akalarim. Bitta formasiga e'tibor berasizlar mana. Hammasi mana bitta qarang, menga qarang. Bo'ldi, qochaver. Mana qaranglar akalarim. Iliklarni qaranglar mana. To'laligini stakan tuyoq mana. Oyog'ini uchida yuradi mana. Mashalloh mana. Bitta olaman deganga ham, hammasini bitta olganga ham sotilaveradi akalarim. Hammasini bitta olsa arzonroq chiqadi mana. Mana ikkitani g'onajinni mana sigir qilib olaman deganlarga juda qulay narxda ikkitasini bitta olishsa berib yuboramiz. Lojim boricha hammasini olishsa ishlar tezroq bitadi. Mana bo'ldi, sutni mana akalar. Mana 3 ta buqacha bo'ladi mana. 3 tasi buqachamiz bo'ladi mana. Mashalloh, mana buqachani qaranglar. Katta tug'ilgan ekan, realni. Mana telefonda katta boshqa qilib ko'rsatmayapti. Mana realni katta tug'ilgan mana. O'zim tanlab, ko'rib, o'zimga ravo ko'rganni sizlarga ham ravo ko'raman akalarim mana. Bizga shunaqa narxlarda yetkazib berayotgan fermadagi akalarimga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qoldiramiz. Sizlar ham bitta duo qilib qo'yasizlar. Iloyim mana shunaqa narxlarda yetkazib beraversin. Biz ham sizlarga shunaqa arzondan beraveraylik mana. Yugurib yurgandan olaman degan aka-ukalarga mana. Mana hashakka ham o'tib qolgan mana. Mana yuraveradi. Mana o'najillarimiz. Bitta ko'rib o'zingizlar baho berasizlar akalarim. Buzoqlarning sifatiga mana bu katta ko'rsatyapmiz mana. Mana katta mana ko'rinyapti, biz kichkina ko'rsatmayapmiz mana. Bor akalarim. Hop. Narxni olsinlar akalarim. 12 ta viloyatga qo'rqmasdan solishtirib olaverasizlar mana. Narxlarni sindiramiz qoniga, yemoq-ichmog'iga. Endi sutimga hech kim garantiya bermaydi. Endi sutini me'yorda bersanglar, bular katta bo'laveradigan narsalar. Qoniga garantiya beramiz akalarim. Hop, 4 tasiga, 5 tasiga bitta narx aytamiz akalarim. Endi donalab ham sotilaveradi. Narxlar o'zgarib qoladi. Hozir optim narx aytib qo'yamiz. Menga buqachasi kerak yo menga g'onajini kerak degan aka-ukalarga narxlari o'zgarib qoladi akalarim. Hop. Boshqa joyda 13 million, 14 million ham chiqarishyapti. Ko'rib turibmiz. Mayli, bozorlarni berishsin. Bozordan yiqqan ala-bula futbollar sariq kuyuklarni ham 11 million, 12 million chiqaryapti akalarim. Hop mana sizlarga hozir 5 tasini mana bo'ladigan qilib
Mana ikkitasiga mana tuxum bilan kepakka qo'shib bersanglar, mana sut bermasanglar ham katta bo'lib ketaveradi. Bo'ldi, yotaversin. Qo'y. 5 tasiga bitta joyda akalarim 10 million 500 desam bizga to'g'ri kelmaydi. Bo'lsa sizlarga bo'lsin akalarim 9 million 200 ming so'mdan mana. So'ragani uy oltiradigan qilib aytib qo'ydim. Lekin 5 tasini bitta joyga akalar. Donaga olaman. Mana buqasini ichidan zo'rini bittasi, endi hammasi bir xil lekin. Mana bitta buqasini olaman, mana g'onajinni olaman deganlarga narxi o'zgarib qoladi. Mana. Hech vaqt 50 million, 60 millionlik molli bo'lsa 7-8 million bo'lmaydi. 7-8 millionga o'zi buzoq ham qolmadi bozorlarda ham akalarim. Mana bosib qo'yadigan joyi mana. Mana shular rasmga oladigan joyi bo'ldi mana. Mana aka-ukalar. Bo'lsa shunaqada buzoq qo'ydilar mana. Mana qaranglar. Mana muskullarga ham becha e'tibor berasizlar. Mana buzoqchamizni mana shu bitta odam ko'tara olmaydi mana. 70 kilo chiqaversa kerak mana shuni. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalarim. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi mana. Chicha haydan shuni. Chicha hayda, ha. Ana akalar. Donaga oladigan akalarim ham aloqaga chiqasizlar. Lakatsiya deb yozsanglar akalarim, bundan akalari ham, opalari bor. Bemalol chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.